Bundan bir 3-4 yil avval bir do'stimiz aka mana shu bir sotiladigan narsa bor deb sumkada bir narsa olib keldi. Nima ekan bu desam, o'sha Ka'baga ustiga yopiladigan kisva ekan. O'sha kisvani Ixlos surasi bitilgan bir bo'lagi. Nimaligini tushunib yetganimdan keyin bu sotiladimi desam, sotiladi dedi. Qanchaga sotiladi desam, aytdiki, menga dedi $10,000 berishsa bo'ldi dedi. Men aytdimki, $10,000 bo'lsa mayli. O'zi narxi shunaqamisam? Ha dedi. Keyin bu qonuniymi desam, ha mana hujjatlari ham bor dedi. Keyin mayli tashlab ketaveraymi bo'lmasa men bir ikkita tanish bilishlarga ko'rsatib ko'raman dedimda, 3-4 kun uyimda endi o'zim ham bir o'rganib, tomosha qilib, boshqa qilib, yaxshi niyat qilib Toshkentga olib bordik haligini. Bir do'stimiz bor edi, akaxonimiz Toshkentdagi masjidlardan birida imomlikka o'tgan, vazifasida ishlardi. Shu akamiz olib keling mayli bir ko'raylik, bo'lmasa biz ham tavof qilib qo'yaylik, aziz narsa bo'lsa sog'inganmiz dedi. Mayli deb olib bordim Toshkentga. Undan keyin masjidga olib kirib, nimaligini ko'rsatganimdan keyin juda hayratlanib, uka dedi, mana shu masjidimizni dedi homiylikka olib qurayotgan bir akamiz borlar dedi. Shu kishiga bir ko'rsatsak, shunaqa narsalarga juda muhabbat, ixlosi boshqacha dedi. Keyin mayli dedim, telefon qilib chaqirdilar, u kishi keldi. Nima xizmat? Ha, sizga sovg'a bor aka. Qanaqa sovg'a? dedi. Keyin mana shu narsa dedi. Keyin borida akamiz hali narsani ko'rdida, men bilan tanishgandan keyin aytdiki, "Hallojon" dedi, "Men dedi, bundan bir 7-8 yil oldin bir arendaga Damas olib paxta qand sotardim. Paxta qand ishlab chiqaruvchilardan borib olib, shu sentrlarda, odam ko'p joylarda paxta qand sotardim. Keyin shu biz oilada ikkita o'g'il bo'lganligimiz uchun onamni hajga jo'natamiz deb mahallaga yozdirib qo'ygandik navbatga. 3-4 yil o'tib o'chiretlari kelib qoldi. Keyin ona dedim, "O'chirtingiz kelib qopti, hajga boradigan bo'lib qoldingiz bu yog'i" dedim. Onam juda xursand bo'lib ketdilar, tayyorgarlik ko'rdilar. Keyin masjidimizda o'sha imomi, "Onaxonni o'zlarini jo'natmanglar, 2 o'g'il bo'lsanglar, bittanglar sherik bo'lib boringlar" dedi. Keyin mayli dedimda, akamga kelib, "Aka, siz borsangiz onam bilan. Men endi ishlarim qolib ketadi. Men qarab turaman hovli joylaringizga" desam, "Yo'q, sen bora qol, men endi ozgina mamni olib turaman" dedi. Men dedi, "Onam oldida" dedi, "Hijolat qilma meni, o'zing bora qolgin" deb aytdi. Keyin mayli deb akamamcha yiqqan puli bor ekan, o'shani berdi. Menda ham ozgina bordi, o'shalar bilan bir narsa qilib 45 million pul qilib, onam bilan birga borish uchun yo'llanmani oldim. Xullas uchib ketdik hajga. Borganimizdan keyin Madina shahrida ziyoratda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyoratlariga borgan paytim ichimdan bir shunaqangi bir maqsad paydo bo'ldiki, Rasulullohga salom aytayotganlarimda ularga va'da berdim. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizni nomingizdan Toshkentda bitta masjid quraman deb o'zim ichimdan shu narsani gapirib, qanaqadir bir aytgan gapimdan o'zim xursand bo'lib, kuchga to'lib, qandaydir o'zimni ishonchli his qildimda. Rasululloh nomidan masjid quraman deb dilimdan o'tkazib ziyoratlarda keldik, chiroyli bo'lib. Keyin yana ishimni davom ettirib yursam, bir akaxon chiqib qoldi-da, ukam dedi, "Marojniy soting shu paxta qanddan ko'ra. Marojniyning foydasi yaxshiroq. Bizning marojniylar juda sifatli marojniy" deb aytib qoldi. Keyin men aytdim, "Qana bo'lar ekan" dedi, "Zo'r bo'ladi. Bu mashinani qo'ying, men sizga boshqa bitta Isuzu qilib beraman, o'shanda viloyatlargacha olib boraverasiz o'zingiz. Har bitta mahsulotdan ma'lum bir anaqa qo'yib beraman, foiz tashlab beraman. Qancha ko'p o'tkazsangiz, shuncha ko'p oylik olaverasiz" dedi.
mayli dedimda, lekin akaxonni ishxonasiga ishga kirdim, shopir bo'lib, ham ekspeditor bo'lib, muzqaymoqlarni xullas Andijonga, Buxoroga, Samarqandga, Toshkent oblasiga xullas tashib tirikchiligimni yaxshilab oldim. Yurib shu ichida keyin Ali akaxonni ishlariga shogird bo'lib, boshqa bo'lib bir kun menga yaxshi bir duo qildilar-da, o'zingiz ham mayli harakat qiling deb duo qildilar. Shu hajga borib kelgandan keyin bir 2,5 yil o'tib, o'zimni shu marojniy seximga asos soldi. Shunaqa zo'r yurib ketdi deyapti-da. Shunaqa zo'r yurib ketdi ishlar. Bir pastaligi mahsulotlar soni ko'payib, xaridorlari oshib, sezonda boshlaganimga birdan yurib ketdi ishlarim, to'g'risi. Viloyatlardan ham qo'sha zakaz bo'lib ketdi. Boring yana shu 1 yil deganda o'zimda brendimni yaratdim. 2 yil deganda kattagina bir marojniy sex emas, zavodimga ega bo'ldim. Topgan pulimni shu оборотga tiqib, chet eldan texnikalar olib kelib, shu zavodni kattalashtirdim. Mana shu ishlarga ham mana 5 yil bo'ldi. 5 yil deganda mana shu ko'rib turganingiz shu masjidni qurilishiga pul sarflayapmiz. Mana shu masjidga qancha pul ketdi aka dedim. Qancha ketdi hoji aka hozir desam, endi aytsam sizga aytaman, lekin buni hech kimga aytganim yo'q. 2 million dollarga yaqin pul ketdi dedi. Boshqa tomondan ham homiylar bormi desam, yo'q, homiylar yo'q. Kimdir misol uchun qo'shilib qolaylik deb 100 dollar, 1000 dollar, 10 ming dollar bersa, qo'shib olyapmiz, savobimizga sherik qilyapmiz. Lekin shu men va'da berganim uchun shu masjid qurilishiga yenishim-ardim. Allohga shukr, hozir yana bitta masjid qurishga ham qurbim yetadi. Kerak bo'lsa yana bitta ham quraman. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bergan va'damni ustidan chiqqanimdan xursandman. Endi mana olib kelgan narsangizni to'g'risi mayli men onamga bir ko'rsataman, chunki onam hali hamon anaqani Ka'bani hidini juda ham sog'inadilar. Bunda o'sha hid borga o'xshayapti. Men bir olib boray bo'lmasa, onamga ko'rsatib kelay. Mayli desalar olamiz deyapti. Yoshlari 50 dan oshgan erkak shu paytda ham qarang, havas qilsa bo'ladi, onasidan beruxsa bir nimani xarid qilmayapti. Bo'lmasa 15-20 ming dollar pul parda cho'gida yuradigan odam. Olib ketdilar-da, bir yarim soatdan keyin hayajon bilan qaytib keldilar. Buni narxi qancha edi dedilar. 10 ming desam, shart 12 ming dollar sanab berdilar menga. Nima bo'ldi deb qoraka so'rovdilar masjidning imomi. Borsam oyim uxlayotgan ekanlar. Oyi, turing, sizga sovg'a olib keldim deb ohista uyg'otsam, oyim, nima olib kelding o'g'lim? Ko'ynaymi dedilar. Yo'q. Nima olib kelding? Ro'molmi? Yo'q. Turing oldin o'rningizdan. O'rnimdan turdim, mana nima sumkangda dedilar. Hali to'rbilchayda endi, haligin chiqarib shunday ko'rsasam, onam shu qadar yig'lab sevinchdan o'zini to'xtata olmasdan bag'riga bosib, yuziga bosib, bolam hozir men bir tush ko'rdim. Shunda qandaydir bir oppoq kiyimdagi sahobalarni ko'rdimmikin? Madinada yurgan ekanmiz. Menga haligi sahobalar sizni o'g'lingizga bir sovg'a jo'natib yubordik. Shu kunlarda yetib boradi. O'g'lingizga ayting, bu bizdan sovg'a ularga deb aytib turgan ekan. Shu tushimni ko'rib bo'lib turishimga sen meni uyg'otib yubording deb onam shunday dedilarda, Ali aka yig'lab yubordi-da. Balki turuvdi masjidda imomi aytdilarki, endi vallohu alam yaxshi niyat qilaylik, yaxshi gumonda bo'laylik. Siz Rasulullohga bergan va'dangizni bajarganingiz uchun Rasululloh mana shu narsani menimcha sovg'a qilib sizga rahmat, minnatdorchilik tariqasida jo'natgan bo'lsa ajab emas deb gapirdilar. Shundan keyin o'ylab qoldik, demak har bitta qilinadigan yaxshi niyatda siqi dildan qilinsa, ana shu yaxshi niyat albatta o'zini ro'yobiga amalga oshar ekan. Shuning uchun umra ziyoratiga borganlar qo'rqmasdan ravzaga kirganingizda Rasulullohga va'da berib, xoh u masjid quraman deysizmi, xoh men yaxshi ota bo'laman deysizmi, yaxshi bir musulmon bo'laman deysizmi, yaxshi fuqaro bo'laman deysizmi, yaxshi inson bo'laman deysizmi, olim bo'laman deysizmi, nima deyishingizdan qat'iy nazar Rasulullohga borib salom berganlardan keyin u zot sharifga va'da bersangiz, bizni do'zaxga kirishimizdan saqlaguvchi shafoatchimiz bo'lgan mehribon payg'ambarimiz bu foniy dunyoda ummati bergan va'dasiga ko'ra uni mulzam bo'lib qolmasligi uchun qandaydir Alloh shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining habibini hurmatidan ham niyatingizni amalga oshirar ekan.
Ilohim hammamiz yaxshi niyatda bo'laylik. Shu duo qilganimizni shuning uchun Rasulullohni vasila qilishimiz kerak. Yo Rabbim, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hurmatidan, o'zingni do'stingni hurmatidan meni shu ishlarimga rivoj bergin, murodim maqsadimni hosil qilgin, yo menga farzand bergin yoki farzandlarimni o'qimishli, diyonatli, insofli qilgin, hayotimni yaxshilagin, oilamni mustahkam qilgin deb vasila qilib duo qilsak, do'stini hech qachon o'rtaga qo'shilgan duosida Alloh nazarimda mulzam qilmaydi, yerda qoldirmaydi. Hammamizni Alloh yaxshi niyatlarimizga erishtirib yuraversin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hurmatidan ilohim bu hayotda bekami ko'z yashab, bekami ko'z ijod qilamizmi, ilm qilamizmi, nima qilishimizdan qat'iy nazar ertaga qiyomatda payg'ambar afandimizga loyiq ummat, nafas berganga munosib banda bo'lib qayta tirilmoqlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar azizlar.